Toshkentdagi eng arzon uylar joylashgan hududlar e'lon qilindi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazining 2025-yil sentyabr oyi hisobotiga ko'ra, Toshkentda ikkilamchi uy-joy bozori narxlari o'tgan yilga nisbatan 1.7% ga pasaygan. Sentyabr oyi yakunlariga ko'ra, respublika bo'yicha uy-joy oldi-sotdi shartnomalari soni 24,2 mingtani tashkil etdi. Birlamchi bozorda narxlar 3% ga oshgan. Ayniqsa, Mirobod, Bektemir va Yakkasaroy tumanlarida o'sish 508% ni tashkil etgan. Ikkilamchi uy-joy bozori narxlari sentyabr oyida o'rtacha 0,6% ga oshgan. Yil davomida esa 4,6% o'sish kuzatilgan. Eng yuqori narx o'sishi Surxondaryo, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida qayd etilgan. Toshkent shahrida esa ikkilamchi bozorda o'tgan yilga nisbatan 1,7% pasayish kuzatilgan. Ayniqsa, Yashnobod, Mirzo Ulug'bek va Chilonzor tumanlarida narxlar 4,3% ga tushgan. Shuningdek, Toshkent shahrida uy-joy ijara narxi o'rtacha 1 kvadrat metr uchun $8,5 tashkil etdi. Eng yuqori narxlar Mirobod, Shayxontohur va Yakkasaroy tumanlarida kuzatilgan. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling.